so'z qilaman ona. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men yo'qotib qo'ygan pomidoring. Bu sizdamidi? Yo'qotsa televideniyega chiqib vahima qilasan, jar solasan. Qishlarni sharmanda qilding, sen to'y. Ha, qayoqqa rais bu? Yangi mahallani tekshirib kelay. Bo'lag'anglar, rais bu kelib, hamma tomon xoramini chiqara oladi. O'zingizni jigarada o'ldi. Rais bu qishlamizga xush kelibsiz. Qo'yag'i daryari bo'yiga nima kelding? Mana siz kelishingiz munosabat bilan suv sport turini yo'lga qo'ydik. Hozir sizga o'lga itbaliq raqsini namoyish etadi. Indijit, boshlanadi qani? Bolalar начинаем приготовились. Qarang, ustozlar. Siz shuna qarang, bejir muhitdan mingron chiqarib berasiz işte. Tarbiyat u cho'kyapti. Chiqarganlarni suvdan kelajagini o'ldirib. Biz bu men qishloqda tutqatar jag'alar qo'l Amerika, Kaliforniya daraxtlarida ekib qo'ydik mana. Yashnab gullab turibdi. Qarang. Onang nima rais bu men bilan aytdim. Sukut ishlamaydi desam, yo'q, do'stlarini ishlaydi. Mana hol endi. Sen men kelishimga yo'q, biz mahalladagi baqateriyalarni olib kelib suqib qo'ydingmi? To'nga qamab uraman. Rais bu qo'ldan usasida, voy. Rais bu mahallamiz eng oldi tadbirkori. Loyihasi bor. Bitta eshitib ko'ring. Rais bu mana Gazek degan o'zimizni milliy brend yangi sevishgani ishlab chiqardik. Ta'mi zo'r ekan, yomon shirin ekan. Rais bu qo'limda naqd $10,000 bitta pochka. Mana shu $10,000 Gazek semishkasining 200 grammligiga mana $10,000 $20 qilaman deb ichiga so'raman. Ham semishkani mazaq chaqchadi, ham surpriz $20 chiqadi. Hali. Yo'qmi-yo'q. Rais bu kim semishkasida $20 chiqsa, chiqqan zahoti o'zini telefoniga videoga olib, Instagramiga joylab, Gazek.uzga savdo tashlasa, o'shalar ichida ham bitta iPhone 17 Pro o'ynaymiz. Undan tashqari, Gazeki mana shu xohlagan kichkinasi kattasida kreativ, qiziqarli video qilgan любой yurtdoshlarimiz o'rtasida ham iPhone 17 o'ynaymiz. Faqat ularni ham sharti xuddi shunaqa o'zlarining profiliga joylab, Gazek.uzga savdo tashlash kerak. Bo'ldi. Bular xayrli ish boshlashganda, sotib olgan simichkani 1% saraton bilan kasallangan bolachalarga ajratilyapti. Mahalladagilarga, do'konlarga to'ldirib tashlasin. Bo'ldi. Rais bu asfalt qalay, asfalt. O ayoqlarim nima qilyapti? Televideniyada kelishgan uni intervyu bering. Rais bu mana mahallaga asfaltlar yotqizildi. Buni sababi nimada? Endi mahallani chiroyli bo'lishiga sabab mana shu asfaltga ajratilgan pulni to'ch asfaltga ishlatganda chiroyliligini Salapanmi? Salapan, rais bu salapan. O'zingiz jinniga so'rab pulini yarmini o'zingiz mashina oldingiz, qizingizni chiqarib oldingiz, o'ylaringiz. Mahallada hammaga shapalaq qilasiz. Uyda xotindan qo'rqasiz, bilmaydi o'ylaysizmi? Bunday qildingiz-ku, Shallaqigina.